Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Mashinamizga e'tibor qilmaysizlar. Mashinamiz ozgina emas, yaxshigina chang. Yuvmaganmiz, navis tagida turgan mashina bu. Xitoyni bir yaxshigina brendi Xiaomi kompaniyasidan ishlab chiqarilgan. Bu ko'pchilik biladi, telefon ham ishlab chiqargan birinchi. O'zi avtomobil sohasiga o'tib ketgan. Mashinamiz polni farsh. Dopopsiyali bo'ladi. O'zi ko'rib turganda mana diskalari 22 razmerdagi diska dopopsiyali diska hisoblanadi. Bu taxminan 2,5 ming 3 ming atrofida turadi mashina. Xiaomi U7 Max. Bu 760 km elektrda yuradi. Polni привод. 4 ta baloni ham tortadi mashinani. Karbonoviy mashina, mana tepasida ko'rinib turibdi. Uzrli video yozilib qoldi. Mijoz kelib qoldi. Gapirolmay qoldik. Polni karbon, orqa bagaj qosh karbon, tepadagi mana bu narsalar karbon, bakoy oynalari karbon bo'ladi. Bezramichniy bakoy oyna. Maza qilib haydashingiz uchun sizlarga yomg'ir tushib qotib qolmaydi. Bundan tashqari rul karbon bo'ladi. Mana bu tomonda aerodinamika havo chiqib ketadigan joyi karbon. Faralari karbon hisoblanadi. Undan tashqari yana qayoq karbon. Hal ko'rsatamiz. Yana qayoqda ichki salonda karbonlar bo'ladi, o'shalarni hammasini ko'rsatamiz. Mashinaning tashqi dizayni keladigan bo'lsak, titan rangda. Xuddi mana shu rangi titan deyiladi. Orqa tomonlaridan o'sha dahshat ko'rinishda bu Ferrari'ni qaysi model edi? O'shani yozib ketinglar kommentariyada, o'shandan ko'chirgan bu mashina 100% aniq. Tashqi ko'rin tepasi panorama polni ochilmaydi. Bakoy oynalarida slipoy zonalari bor, yon tomon kameralari bor mashinada. Undan tashqari nima deymiz? Bu tomonda kamerasi bor ekan mashinada. Bir o'zgacha ochilish osib qo'ysangiz bo'ldi. Bezramichniy oyna, eshigi o'zi ikkita dvoyna oyna bo'ladi. Undan tashqari mana ichki salon yashil ekan. Barik rangida sal to'qroq. Bu tomonlari ham charm, hamma joyi charm. Mana bu o'zi ham hattoki yumshoq ekan. Bizda mana eshik ochadiganimiz bor, bu elektronik hisoblanadi. Agar kim buzib qo'yadigan bo'lsa, mabodoga kim emas, endi o'zi buziladi-ku, elektronika. Yo bo'lmasa o'chib qolishi mumkin mashina, o'shanda mana ichkaridan ochadigani bu. Mana shu narsasi qizil. Tepaga tortsangiz mashina eshik ochiladi. Mana eshigida tagida karbon bor ekan, Xiaomi deb yopishtirib qo'yilgan. Mana bunaqa joylari premium mashinalarda bo'ladi. Bo'litgaykali atvertgacha, o'zi maxsus atvertgachasidan ochsa bo'ladi. Mashinaning ichki qismiga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turibsiz, tepa alkantara yashil. Tepasi polni panorama, ochilmaydi bu. Bu gazli bo'ladi. Tepadagi panoramasi qoraytirilgan. Issiq o'tib ketmaydi, miyaga issiq urib, avtoburib qolishi kamroq. Yopadigan bo'lsak, mashina qo'lda yopiladi. Pilisoskasi bu mashinamizda. Xo'p, bu tomonda ekrani 15.6 yoki 16 dyumli ekran bo'ladi. Tepaga keladigan bo'lsak, mana bu joyda mana ko'rinib turibdi, hamma narsasini ko'rsatadi. Bu shopirga ko'rinishi mumkin. Mana tepasida turibdi. Hammasi. Shu tomon. Polni ko'rinadi, tezliklari, boshqa narsalari hammasi. Mashinamiz tanishtiradigan bo'lsak, yana xarakteristikasini bitta tanishtiraman. Mana shu Xiaomi U7 Max ni. Buni 3 ta komplektatsiyasi bor. Birinchi pozitsiyasi Xiaomi U7 ni o'zi. Bunda 837 kilometrmi, 73 kilometrmi to'yda yuradi. 96 kilovat batareyasi bo'ladi mashinada. Ikkinchi pozitsiyasi bor, Pro versiyasi bor. Unisi unda ham xuddi shunaqa 96 kilovat, 96.3 kilovat batareya bo'ladi. Birinchi, ikkinchi pozitsiyaniki bir xil batareya. Prosta unisi 770 km elektrda yuradigan bo'ladi ikkinchi pozitsiyasi. Ikkita motorli bo'ladi mashina.
Hozir men o'tirganim 3-pozitsiyasi Xiaomi U7 Max. Bu 96 kW batareya emas. 101 kW o 7.7 chasi bor kW. Почти 102 kWli batareya bilan jihozlangan mashina. 760 km elektrda yuradi. 3 ta motor 3.1 sekundda 100 ga chiqadigani mashinani. Ko'rib turibsiz, juda ham chiroyli mashina. Elektronika oldi, elektronik ochiladi, o'zi tepagacha ko'tarilib yopiladi. Undan tashqari mashinani bagaj qismlari ham hammasi elektronika, diskalari o'zgacha ko'rinishda. Hozir men ko'rsatdim tashqi tomonini. Dopopsiya olib kelganmiz. Men hali qo'yaman. Videoni pastida qo'yaman. YouTube pastga o'sha kommentariya qismida deydimi? Описаниесida qo'yaman. Xarakteristikasini qo'yib ketaman. 3 ta komplektatsiyani ham. Kimga qiziq bo'lsa o'tib ko'raveringlar, raqamni ham qoldiraman. Mashinamiz narxiga keladigan bo'lsam 72 ming deb turibmiz hozircha. O'tib beriladigan joyi bor. 25% boshlang'ich to'lov bilan bank asosida o'zingiz nomingizga mashinani kreditga chiqaramiz. Bir kundan 3 kungacha nomingizga o'tadi. Endi 40 bo'ladigan bo'lsa, rastamosha qiladigan bo'lsak 1 kun, bank ishi bo'ladigan bo'lsa 1 kun. Bizda 4 tala bankimiz ham bor. Bemalol kelib, savdolashib, ustida bankka ham olib ketsangiz bo'ladi, naqdga ham, pul ko'chirishga ham olib ketsangiz bo'ladi. Biz chiqarib beramiz mashinani hammasini. Xohlagan o'sha Xiaomi deysizmi, mana bu mashinani deysizmi, BYD, mana bu BMW deysizmi, hammasini chiqarib beramiz biz. Pastda nomer qoldiraman, o'shanga aloqaga chiqinglar, to'liq ma'lumot olinglar. Baribir YouTube'da, Instagramda unaqa ma'lumot bera olmaymiz biz. Baribir esdan chiqib ketgan joy bo'ladi yoki sizga taalluqli bo'lgan joyini aytmasdan o'tib ketishimiz mumkin. Mashina besprovodniy zaryadchiklari bor. Bundan tashqari mavtoning stakanchiklari ham bor. Stakanchik bu baklashga qo'yib 0.5 suv qo'yib ketsangiz bo'ladi. Bundan tashqari o'rta barimiz bor. O'rta barimizda ko'rib turibsiz. Bunaqa joylari ham bor ekan. Bu nima deymiz? Nimadir qo'yadiganda bu oladigan, ish qilib telefon turadigan joy. Mashinani o'zini bari, undan tashqari bu tomonli narsa ketadi, flashkalar. Pastda USB 67 vatli USB deyman, Type C ekan bular, Type C zaryadchik plus USB qo'yib ketsangiz bo'ladi, flashkaniki bu. Bu tomonda ham yana joy bor, alkantara, mana bu qo'yadigan joyingiz, yumshoq telefon qo'yasiz, boshqa narsa qo'yasiz, qo'yinglar. Mana tashqari bu tomonga ham ketadigan joy bor ekan. Yana teparoqda yana joy bor. Bu chiqadi, menimcha adashmasam, tashqariga. Bu tomonga keladigan bo'lsak, bunisi nima ekan, qayoqdan ochiladi? Bu ochiladi, adashmasam. Ochiladigan joyi ekranda bo'ladi. Hozir rul tomonga o'tib ko'rsataman. Tepalari mana qo'lga yoqadigan alkantara salon. Maza. Maza qiladi. Hozir bitta orqasiga o'tamiz endi. Hozir ko'rsataman. Mashinamiz orqasiga keladigan bo'lsak, eshikchani yopamiz. Orqa qismi mana shunaqa. Mana ushlaydigan joylari ham bir maza qilib ushlab ketasiz mana. Charmdan tikib qo'yilgan. Sensorni maza ekan, bu bosiladigan ekan, bu yaxshi. BYDlarda sensor bo'lardi-da, bitta bosib qo'ysangiz yorqindan yonadi. Keyin kalonkalari Xiaomi'ning o'zining kalonkasi. Mana pastda ko'rinib turibdi, Xiaomi. O'zining kalonkasi bo'ladi. Mana tepada ham turibdi. Mashinada akustikasi 25 ta akustika joylashgan. Polni hamma joyida maza qilib eshitishingiz uchun. Bundan tashqari konditsionerlar ishlab beradi bu tomonda. Customizel qo'ysangiz bo'ladi mana bu joyga. Airbaglar bor mashinada. Bu menimcha mikrofonniki. Ulab ishlatib ketaverasiz mana 3 ta nuqtacha. Agar bilsangiz yozib ketinglar. Mikrofon deb o'yladim men buni. Bu tomonda ham nimadir ildirib qo'ysangiz bo'ladi. Orqa normalniy turibdi. Anchagina joy bor hali. Bir qarish joy bor. Bu tomonda nimasi? Bu telefon bo'lish kerak menimcha. Mana qilib olinadi-da bu. Buni ishlatasiz. Polni ishlab beradi bu. O'z Xiaomi'larda telefoni bilasiz, men zikri obzorga olib chiqqanimda ham, zikrda ham mana shunaqa telefoni bor-da. Xiaomi'da ham bor ekan. Buni ham boshlayotganda bu tomonga chiqar ekan.
Keyin buni qo'yiladi. Magnitchali ekan, bitta bosib qo'yasiz, bo'lib ishlataverasiz. Zaryadga oldi 6% zaryad bor ekan. O'rtasida bar bor ekan mashinada. Mana o'zi tushirib berdi. Telefon qo'yadigan joy, stakanchik, zaryadchik yo'q ekan faqat. Zaryadchik yo'q. Ko'tarib qo'yamiz mayli. Men sizlarga hozir bitta bagaj qismini ko'rsataman mashinani. Keyin qolgan joyini yana obzor qilaveramiz, keyin oxirida rulga o'taman. Mana bunisi, mana buni boshqaradigan ekan. Hozir tushib ko'rsataman. Mana bu narsasi, bu oynaniki o'zi aslida mana. Bu oynaniki. Bunisi orqadagi sidinani old-orqa qilib to'g'rilab qo'yadigan ekan. Qo'lingizda emas, elektronga to'g'rilaysiz mashinani. Mashinani yopamiz. Asosiyasi bu, orqasini ochamiz. Orqasi shu bitta bo'lsa ochadi. Mashina chotki. Men orqadan ham to'g'rilaydiganlari, bunisi menimcha bu kiyim ildirib qo'yadigan, narsa ildirib qo'yadigan 3 kilogacha. Tashqari bu tomondan ham narsalar bor. Xiaomi o'zini 12 voltlik elektri bor. Shunday mashina chotki turibdi. Buni yana hali boshqa kim bir mazza qilib obzor qilamiz mashinani o'zini. Ochadigan bo'lsangiz ichkaridan ochsangiz ham bo'ladi, bu tomondan ham ochsangiz bo'ladi. Hammasi bistri zaryadkalari bilan 20 minutda 100% bo'ladi mashina. Bitta bosib qo'ysangiz o'zi yopadi. Diskalarimiz 22. Mashinani endi oldiga o'tamiz. Oxirida men sizlarga bagaj ochib ko'rsataman. Yoki hozir ochib ko'rsataymi. Mayli, rulga o'tiraylik odamlar. Xo'p, mashinamiz mana shu bitta bo'lsak nimadirlar ishlab beradi ish qilib. Ko'rinib turibdi o'zi. Bu o'zi ekran emas, ekran deb o'ylamanglar, bu qora narsacha. O'sha pastdan tushirib beradi, tagidan tushirib beradi tepaga achish sadosini. Mana shu narsa keyin ko'rinadi sizlarga. Bu qanaqadir ekran deb o'ylamanglar, ekran emas aslida. Bunisi driver mode. Mana bitta bosib turamizda. NFC'sini qo'ying deyapti. Mashinani kaliti yo'q, mana bunaqa NFC karta bo'ladi mashinada. Xuddi menga o'xshagan, faqat sifatliroq. Ochadigan bo'lsak, nimadirlar deb yozadi. Mayli, digariga urmaymiz. Oldini ham ichkaridan chiz bo'lar ekan, orqani ham ichkaridan chiz bo'lar, bachoylarni to'g'rilaysiz, hammasi ekranda. Hamma narsa ekranda. Master akkauntlari qilib beriladi. Bu hozir 760 kilometrlik eng full mashinani. Hozir buni yangisi chiqdi. Xiaomi U7 GT degani. U7 Max'ni GT'si chiqdi. U qanaqa bo'lishi mumkin? Alcantara salon bo'ladi, polni. Mana bu joyda, mana bu joyi qizil bo'lib keladi. Yo'llari hamma joyi salon o'z Alcantara, karbon bo'ladi. Faqat mana shu o'rtasi qizil bo'ladi. Bu U7 GT u вообще o'zgarib kelgan. Motorlari 3 tali, uniki ham. Pnevma podveskali двойной klapan bo'ladi. Undan tashqari yana nimalardir bo'ladi dedi. Hozir esimda qolmadi. O'sha ham hali kelsa biror kun obzor qilamiz. Mashina chotki turibdi. Ko'rinishlar zo'r. Qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Qilib beramiz. Hozir endi oldin ko'rsatdik. Qamon NFC'ni olib tushib ketaylik, birodar siz bo'lmasin. Qamon bosamiz. Ancha 100 yoki 110 litrli bagaj bu oldida. Bunga ham o'sha narsalar quyiladi. Tormozniki, balobattar,
Suv mana bu tomonda. Mana bu tomonda yozib qo'yganmiz hamma narsasini. Bitta narsangiz yo'q beradi. Bo'ldi, shu bilan obzorcha tugadi. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Gaplashamiz xudo xolasa. Bitta rasm yopib qo'yaymi videoni o'zida. Shunaqa qobiliyati bor-da biz telefonda.